Bugün acayip yaxshi kun bo'pti. Ey Baro, tura. Shundoq. Tush ko'rgandakli ish bo'ldi. Birdamdila yurtimizga kelib qoldik desa? Albatta, sehrgarlik amaliyotini olib ketdi. Ey Baro, sadapaqa, senbadan ayrilganimizga qancha uzun bo'lgandi? Men de paqayma, de paqayamsa, to'yimiz bo'yicha aytganda texi tunugilla billi to'q. Mening bak bilgim bor. Sen bala yana yenib kelarmi? Ularning nadligini daraxt podshoyi cho'qim biladi. Sen bani meni sevgindin. Ko'pchilik diqqat. Xo'sh xabar. Simba bilan birga ketgan do'stlardan Karil, Baro, Bakirala qaytib keldi. Yana bir yangi do'stmi keldi. Ularni eng samimiy qizg'inligimiz bilan qarshi olaylik. Biroq esinglarda bo'lsin, ularni hayron qoldirib o'taylik. Shunisi, ular yuyinmig'ili uzun bo'lganda qiladi. Men ularni ajab ko'rmadim-ku, Karl, Baro, Bakiralaga kim xabar qiladi? Hozircha xabar qilmaymiz. Nomer tizimligi texi bekitilmadi. Yana boshqa tayyorligimiz bor. Ularga obdan qiza tayyorlaylik. To'g'ri. Qarshi elish murosimining qizg'in bo'lishi uchun qanday qiza tayyorlashni men bekitay. Qanday qilamiz? Doktor Adinara, texmi qizig'i bor. Orkestr o'rlash vaqti ne demoqchimisan? Ay Baro, do'stlar bilan yuz ko'rishga vaqt bo'lib qoldi-ku deymi? Shu, tezroq yuz ko'rsak bo'ladi. Joy nima? To'xta! Huquqsiz! Haddimdan ishib ketdim! Ularni ketganda hapsini advangni bermaydigan bo'lsam. To'xta! Chiqa bu yoqqa! Nima qiladingiz? Voy, nima ish bo'lgandi? Neymiş bo'ladi, uning adivini berma. Unda qilmam. Chechilma Qaplan xonim. Ish bo'lgani yo'q-ku, Meni behab qilyapti. Xapman, gap bo'lsa oldirmaydan.
Ola öydeki nerslerini köydürüp etipti. Bu avu nur çıkardıgan cuvaynimakla kişi bulmamdı. Çata koptu. Şundaktı bu, onu cuvaynimek desiniz bombaydı da. Onun ismi Çakmak, benim oğlum. Ha? Onu bundaq tullamasınız gerek idi. O degen kahraman, Qapla hanım. Onun yardımı bilen Simba Şahinşah boğan, düşendiniz mi? O igiz boğunu bilen tehi küçük bala. Küçük balı bolsun boptu. Eski şıkkıgandan keyin jazalanış gerek. Küçük vaqtda sen bam şundaqdı. Gepiniz to'g'ri. Biroq u bizga o'xshamaydi. U qadimgi zamondan kelgan. Shundaqmi? Undaq bo'lsa uni obdan tarbiyalang. O'zingizmi yaxshi ulgu bo'ling. Bundaq ish yana yuz bas kechirmayman. Ha bo'lmang. Yo'q, hech qisi yo'q. Bu yerga asta kulib qolsa, bo'ldi o'yna. Qaraganda kallı işitib, onunğa boshqalar bilan chiqishib o'tishni o'rgatsam bo'g'idek. Onunğa yordam qilaylik. Uni Simbani tarbiyalagandek tarbiyalaylik. Qara uningga nima qilyapti-du? Ben Ezravat hemen. Tam bulayın günahı o, ha? Çataq yo'q. Şunisi o nemi yerdikken, bu yerda o yigidek neyim bağdı? Taptım! Toxta! Bırak gel! Bırak gel! Çöndün mü, ha? Bana bize! Ne bağdala? Onu demeli, ha? Ey, Baro, nemişti? Yoşurup etken onu qara. Ormanğa basanla, takas olunla cumu, ha? Qasam bermek ki, dünyadaki en tortuk narsa şu. Yo'q, bu yerda emas, yana mangimiz texi. Bilib qo'y, dunyodagi eng esil asalni ko'l bo'yida yashadigan asallarni chiqirdi. Ko'l bo'yining tuprog'i bo'sh, kun nuri to'liq, har xil gullar ekilib turg'ashqa, o'sha gullarning chig'ini suyuqlantirib, unidan asal chiqirdi. Voy, to'xta, tushundim. Gulchog'ning nimaligini bilmaysan ras. Qara, mavranlik chog'larni ko'rdingmi, ha? Gulchog'i degan bu shu, asallarlari mush chog'larni yig'ib, unidan asal chiqirdi. Yo'q, u asal emas. Gulchog'i pishqlansa, ajoyib sof, shirinlik, tatliq bo'ladi. Odamlar uni asal deydi. Ballarım, nima qilyapsizlar? Astroq, kapsizlik qilmanglar. Uni uxlayotganini ko'rmdinglarmi, ha? Qara, bu bek chiroyliqchi. Kim o? Bir xanım ki, sizni ko'rib ben hoş oldum. Siz bildiңiz, Karl, sizni ko'rib menmi xush bo'ldim. Faqat o'ylamabdikan, yana ishga o'g'illiq bo'psiz, ha? Ola, kenji ballarım. Bu yılan paçayı Karl, o sin balaga amra bo'lib, zeri mazaro teg'i etigidagi kang yaylaq ketgan. Sizlar chiqchan qildinglarmi? Shundaq bakchikchan qildik. Simba bek yomonmi? To'g'ri, Simba bek yomon. Simba, Bimbo, Cherchi ham ikki chashqanni bek ko'gim keldi. Ular obdan turayotgandi. Obdan turayotdi. Cherchi bilan ikki chashqan Simbaning yenida qoldi. Bimbo quyuq o'rmonga ketdi. Uning ahvolidan xabarsizman. Simba tog' yetkilandi. Men uning tog' yetkiginini ko'rib baxmadim. Tosh yetkiginini ko'rgan. Simbaning tog' yetkiginini hech kim ko'rgani yo'q. Simba tog' yetkilaydi deb sen degan-ku. Lekin Simbaning tog' yetkiginini o'z ko'zim bilan ko'rdim demagan-ku. Simba bek kishdi, ha?
To'g'ri, u bek kuchlik. Chunki u obdan chiniqib, bizning tarbiyamizni qabul qilgan. Opanglar uni bek chin tutadi. Shundoq. Simbadek batır boğunlar bo'lsa kep anglashinglar kerak. Endi biz asalarlarını gülçeğini yıkıp o yerden uçup geçini saklı buludu. Biz şu meselde balayımız çapsa yürüsün valaylı. Oldu bana bu kadar bu tıkazınımız. Avaz çıkama. Kim dur? Bana. Acaba ulan nerede vardı Hando? Çokum yakışma. Çakma, kile, sen aldırdın bana. Bana. Karel, ulanı köydün mü? Yetip sen koy birader. Uxlavatamsın ime, ha? Bek titip bulavatım ben. Baro bilen çakmak ne ketkendi? Yine de kim bağdı? Nime kılıvatkandı? Keçirgin ulanın ne ketkenini bilmeydik emme. Ulanı tapmısan bulmaydı. Ula ben xatar içinde kaldı. Karı kaplan hanımın öydik işini tek bahile bir taraf kıp oldu. Nimdeyse? Men bek bir hastalık kıptı men. Rastullah esimden çıkırıp koyuptu men. Çakmak çıkıralaydıqanlık esimde yok. Onun çakmakları orman için xatarlik. Dikkat qilmasa ormanga o't ketidi. Amisa qandoq qilamiz? Uni qo'g'lasak bo'lmas. U tehi kichik tursa. Unda qilmayman. Uning kichikligini bilaman. Onunga chaqmoq nurining o'rmon uchun xatarli ekanligini tushuntirib qo'yaylik. Qandoq? Gaping joyida, ularni topaylik, tez bo'l. Sen diyen bana. Sen nereden kelgan o'g'ri? Aslimizni o'g'irliqqa o'tiribsan-ku. Advangni bir bermasak sening chapsan kelinglar. Bir aslimizni o'g'irlabdi. Tez chapsan kelinglar. Boş yatak, kaç aynı. Çakma, tez bul, kaç aynı.
Ular bu yerda ekan. Ma ishni. Ular avarchilik yo'l tutdi. Biz bir gunoh ish qo'ymaganmiz, ha? Sizlarni ko'rib ben xush bo'ldim. Biroq chaqmoq savutliq mono shaytonni nereden tepib keldinglar? O'g'ri ekan bu. Onunğa undaq öşlük qilma. O degan kichik dinozavr. U masalaga amroq ekan. Amroq bo'lgandim ajoyib ekan. Agar to'simsak, emgak miyimizning hammasini yeb bo'g'adak. Yana u chaqmoq nuri bilan u ishimizni yo'qotdi. Endi biz o'rmon komitetiga arz qilib, uni bu yerdan qo'g'lab etamiz. Ha, to'xtab turish. Endi chataq bo'ldi. Hey Baro, qara. Chaqmoq sen nimalarni o'rgatding, ha? Men Baro. Chaqmoq yo asal yeguvchi jonivor bo'lmasa, uningga nima deb asal yeyishni o'rgatding? Tayyorlig'inglar bitdimi? Doktor Adinaro Baro bilan chaqmoq savutliq bir shayton yana aslimizni o'g'irlabdi. Rasma? Biz ularga teng kelamiz, quvvatli chiqargan o'g'rimizni aylantiryapti. Aldırmay tur. Sen davatgan chaqmoq savutliq shayton ibtidoiy o'rmondan kelgan dinozavr. U asal yeydigan jonivor emas. Qara, u bek egizgina. ular bizni qarshamaydigan o'xshaydi. Sizlar xato tushunib qapsizlar. Bu severlik mende. Çakmak bilan alakası yok. Asal o'g'irlagan men. Asal erleri meni jazolisi bo'ladi. Biroq chaqmoq bilan meni qo'g'lab etmanglar. Chaqmoq, men seni uzkilamayman. Seni ozdirgan men. Bizni gapirishmanglar bo'lamdi. Qarag'anda men bularga yordam qilmasam bo'lmag'idek. To'g'ri, chaqmoq, ko'nglingni yerim qilma. Chaqmoq, seni baloga tiqqan men. Asal erlerini oldiga o'zim berib, jazosini qabul qilaman. Bu neymiş endi? Bugün hasiyetli gün tursa neymiş hamamla salbip ketdilar. Mening ama mas'uliyatim bor. Chaqmoqqa baldiroq tarbiya bergan bo'lsam, u xatolashmaydi. Mening ham mas'uliyatim bor. Onun kichik bola ekanligini faqat as tutolmadim qo'tan. Shuni demamsa, men butunlay unutib ketibdiman. Biz uning sin ben o'sha yerda masala bo'ldi emasmi? Chaqmoq, qonunni buzma. Ular meni jazolasin. Bundan keyin meni do'rab eski ish qilma, ha? Buni esingda chiv tut bo'lamdi. Mingla, chapsa bo'linglar. Men o'ylayapman, meni qanday jazolaydigandi. Cho'ng ish yo'qdi. Buningdan obdan saboq ol. Uy, zodi nima ish bo'lgandi? U darajaga yetmaganda. Ustingdan arz qilaman. O'rmon qonuniga asosan Sen emgak so'ymaydigan oshko'z nima ekansan? xatolig'ini tuzatmadim. Qahramonimizni qarshalaydi. Qaytib kelganinglarni qarshalaymiz. Chaqmoq, bizni qarshapti. Biz qahramon kammiz. Qanday ahvolinglar do'stlarim? Bu narsalarni o'rmondagi do'stlaringlar sizlarga alohida tayyorlagan. Bu hasallarlar tayyorlagan eng esil hasal. Baro, chaqmoq sizlar tatinmay to'yg'ichi yanglar. Bu sizlarning nisibanglar.
maksat şu oldu. Endi hasal o'g'irlaydigan ishni qilmanglar. Do'stlarimizdan bundaq kutib olishni o'ylamoqdik. Amaliyotdami sizlarni biz intayin sig'ingan edik. Chaqmoq, biz sening ajoyib botir ekanligingni burili bilgan qo'shyon emas. Ular seni ep qoladi, hem yoqtirdi deb buruna aytgan bo'lsanga, qandoq gapim rasmiy ekan, ha? Bo'ldi, endi ko'ngli shig'ini boshlanadi. Baro hasalga g'iq to'ydigan bo'ldi. Gel ha chaqmoq. Sen obdan bir tetbaq. Biroq sen hasalxo'r emas. Qandoq? Tatmikan, ha? Seni oldimayman. Bu pek foydali. Onun quyruğida çataq yo'qdi. Ha? Chaqmoq, nur chiqamaz, ha? Ben sana ben amırak dostum. Men sana amraq dostum. Chaqmoq, sen gap qila olding. Chaqmoq gap qildi. Qarg'anda bu bir mo'jiza bo'ldi. Ibtidoiy o'rmondagi dinozavrning oramizga kelib zug'on surgini turmushimiz qilmas bo'ladi deydi. Qani, huzur o'ynanglar. Musiqa chilinsin. Chaqmoq, sening kelganingni qarshi olaman. Biz bilan birga qo'shal-xo'ram yashag'aysan. Qo'shal-xo'ram yashash, qo'shal-xo'ram yashash, qo'shal-xo'ram Chaqmoq, yashash. sana til chiqdi. Chaqmoq, ben hoş oldum, ha? Aka qulani. Chaqmoq, rostla hoş oldum. Ben rostla hoş oldum. Sen mening eng sodiq do'stim. Bu haqiqatan mo'jizaga to'lgan kechi bo'ldi. Shundaq qilib, ibtidoiy o'rmondan kelgan kichik dinozavr oxir Baro'ga agishib kelib, o'z vaqtida Sinbay o'sib yetilgan yerda makonlashdi. Endi boshqa jonivorlar qandoq bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.